Hava bağınsır soğuşqa başlagan dal muşundaq kunlarda ailada ma'nudek açıq-çuçuk sallafon qilib bersak dal arqa yagil bardo. Qilish usulimi nayt addiy bo'lib bir qatam ko'rsin chuqum o'rganaysiz, amsa o'rganish boshlaylik ketdi. Avval tayyorlaydiganimiz yumg'oq sut, samsaq va so'ng piyozni mana bu shakl to'g'raymiz. Ondan shavmilani o'zimizning ochiq yalash darajamizga qarab jihozlikni o'zanlab beksanglar bo'ladi. Bir varaq to'fupini ma'nudek sirqilib to'g'raymiz, yana az miqdorda pishiq vasitani tayyor qila olamiz. Hamda jizdan tashlashni boshlaymiz. Bizning uyda 3 mizli bo'lg'achqa 3 kishilik tayyor qildim. Har bir qachiqa samsaq, so'ng piyoz, shavmila, uvoqlaza va az miqdorda kavavichin, aqmoch, ta'min tashlashga yarim qo'shiq tuz, yarim qo'shiq shakar solgandan keyin may tushitib olamiz. Ishlatadiganimiz yalla o'lcham ishlangan al-nurining tunji siqim 1-darajalik zarangizmaya. Mayravruz qizigandan keyin 2 ga bo'lib azozdan qo'yib rosa aralashtirib olamiz. Ondan qozonga suv qo'yib qaynagandan keyin sug'uchilab tayyor qilib qo'ygan pintozni silib, tuvoqni yepib 1 minut atrofida qaynatib buni suzib olamiz. Keynidan dufupini silib, buni 30 sekund atrofida qaynatsak pishadi. Ondan buni suzib olamiz. Hamda boya biz tanishib olgan jizning ustiga bir qo'shiq achchiq suv, bir qo'shiq kunjut silib, ondan pintozning sho'rpisini ustiga muvofiq miqdorda qo'yib, pintoza va dufupini silib, qo'shiq atrofida xo'asini solgandan keyin mana shuningdek as sutini to'liq aralashtirib olib, ustiga muvofiq miqdorda yumg'oq sepetib iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Dalman hozirgidek havo sovish boshlagan kunlarda achchiq-chuchuk odamning arqa yeri bor edi. Oxirida qo'llash nayt oddiy do'stlar, yuraklarni berib, pinglor rayoniga gullarni yo'llab qo'ysanglar, bundan keyin texim nodir mazmunli o'ziringlar bo'ladi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.